Chirbiy urushida Navoda Savsav g'alaba qilgan bo'lsa, ushparchalik qanday bo'lib ketdi? Ushparchalikni Savsav birlikka keltira oladi. Ushparchalik haqida qissa nomli asarning masdorlarining hammasi bo'ldi. Ushparchalik haqida qissa nomli asarki bu yerda Chirbiy urushi eng hal qilg'ush, jonining uchga bo'linib ketganligi, Liubey Sunchullarning bosh ko'tarib chiqqanligi, Savsavning mag'lub bo'lganligi nəhayət bir mühim halqa, mühim çoğ bir buruluş. Navoda şu vaqtning o'zida Savsav g'alaba qilgan bo'lsa, ish boshqacha bo'ladi. Unda esa Savsavning mag'lub bo'lishidagi muhim sabab nima? Shu chog'dagi Sujingdagi jang tadbiri. Ya'ni Savsavning jang kemalarining zanjir orqali chatma holatda bir-birsiga chetilib, cho'ng bir saf hosil qilganligi. Albatta bu zanjir orqali chetilgandan keyin Savsavning jang kemalarining ortiqchiligimi bor? Kamchiligimi bor? Ortiqchiligi nima? Savsavning zo'r qo'shinining ko'pinchilari shimollik chavandozlar. Bular suv jing'ancha mayr emas. Navoda bular ayrim kemida bo'lmay, cho'ng kemli bir-biriga chetilib, ovyamatgidek bir holat shakllansa, bular o'zining quruq jang qilgandagi ortiqchiliklarini to'liq joriy qildira oladi. Ikkinchidan kemilarning choyqitishi silkinchi ost bo'lib, past bo'lib, suv jengiga ko'nmagan bu lashkarlarning besh qiyish, ko'ngillishdek ahvollari ancha cho'ng bo'lmaydi. Biroq buning eng cho'ng kamchiligi nima? Navoda 1-2 kemikli o't kelsa, bu o't biroq tutishib butkul chatma kemini to'liq vayron qilib o'tadi. Bu vaqtdagi Jugolian bilan Joyu Savsavning bu chatma kemisining naqmush kamchiligidan foydalanib ketgan. Ham mush nuqtadan foydalanib, oz lashkar bilan ko'p qo'shinni mag'lub qila olgan. Hamda Chirbiy urushi mush jang rasmiy boshlanishdan bir qancha kun burun Savsavningki mol ustining ustiga bir dona maxfiy maktub kelib qoldi. Bu maktubni kimning yozganligini hech kim bilmaydi. Savsav buni ko'rgandan keyin bu chatma sapning kamchiligi, balkim oz kun qolmay bu yerga Joyu, Jugolianlar o't orqali hujum qilganligi, ham Joyuning bosh sarkardasi Huangguay Savsavga soxta el bo'lib, mushundaq bir yil ishlatganligini yozgan. Savsav buni ko'rgandan keyin qattiq ajablangan. Lekin bu maktubda buningdan burun va kim bo'lgan bir qism ishlar oldin yozilg'achqa Savsav to'xta, ma danishman yomonki haqiqatan jiroqni ko'radaydi deb shuning bilan buniga ishongan. Endi Savsav buniga ishongandan keyin qanday qiladi? Mundaq ikki tadbirni o'ylagan. Birinchisi, kemilarning hammasini chatmalarga akvatmaslik. Ikkinchidan endi bu yerda biraqlar chatni buzilsa, Jugolian bilan Joyu buni bayqab qilib, boshqa bir tadbir ishlatish mumkin. Shuning uchun chatni qilgan bu zo'r kemilarni Fanxo hisobda o't ko'ymaydigan bir narsalarni sugash orqali o't kuyib bu olqib ketmaydigan, o'tdan mudofialanadigan holatda ham bu kemilarga va ichki tarafdagi yordamchi qo'shinlarga bular qarshi Huanggayning soxta taslim bo'lganligini oldin bilib, undaq qizangan mundaqchi misollari degan ishlarni qila olgan. Undaqda bu vaqtdagi zamon alqigan mushavir zot kim u? Savsavning oliy mushaviri, katta mushavir bu yerdagi Goja olburun o'lib ketdi degan to'sa, ajba Goja o'lmaganmi? Va yoki bu vaqtning o'zida Savsavning qishiga Simoyi olburun o'ttirib chiqib bo'lgan. Biroq bevosita o'ttirib chiqishni xohlamay, o'zidan sal pinhon tutib o'ttirib chiqqanmi? Ham ushparchalik haqida qissadagi mushundaq savollarni so'raydigan, mush mazmun qiziqadigan do'stlarga bugun ajoyib yaxshi yeni bir asarni tavsiya qilib. G'arb hayot nomli asarni hammalar yoqtirsizlar. Bu yerdagi Avliyo Azamning qisos elishini nurg'unlar yoqtirib anlagan, mendan so'rgan. Mush ikki asarni o'xshash tarjim qilib bizga avatib turayotgan bu yerdagi Unlar salonida zamon alqigan mushavir nomli ushparchalik haqida qissa nomli asarning yeni bir xil bayoni e'lon qilinyapti. Unlar saloni. Ya'ni bu yerdagi zamon alqigan mushavir degan bu tur romanda dal biz o'ylamagan aks ishlar. Ya'ni aslida biz ko'rgan shu televiziya teatridagi boshqa ishlar tasvirlanyapti. Nurg'unlar shunday degan-ku, Savsav mush vaqtning o'zida g'alaba qilganda bo'ldi. Chirbiy urushida mag'lub bo'lmasqanda bo'ldi. Bu yerga Savsav elni birlik keltira olamdi, ondaq bo'lamdi, mandaq bo'lamdi degan. Endi Chirbiy urushidagi muhim jangda bu yerga Savsav mag'lub bo'lmaganligi uchun butkul ushparchalik haqida qissada zo'r bir boshqacha burilish nuqtasi ko'rilgan. Ya'ni Jugolian bilan Joyuning bu ilisi oshkorlanib qoldi. Unda esa bu yerdagi o'xshamagan ushparchalik haqida qissani, ya'ni bu yerdagi Chirbiy urushining natijasi o'xshamay burilib ketgan.
Joyu bilan Jogulyanlarning buyrisi oshkorlanib qolgandan keyin buningdan keyin qanday bo'lar? Ular boshqacha amal topalarmi? Uch parchalik yerini 3 ga bo'linamdi. Zaman alqigan mushavir zot kim u? degan bu mazmun qiziqadigan do'stlar, mana shu Unlar salonidagi mush asarni anglab baqsanglar bo'ladi. Hammanglarning bir qatim anglab beqishni tavsiya qilaman. Haqiqatan arziydi. Unda siz bu necha vaqtdan anglab baqqan yoki bildigan do'stlar pingmunchiga o'zinglarning bir ko'z qarashini qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.